Azamat aka, sizni korxonangizga ish so'rab kelayotgan, universitetni yangi bitirgan talabalarda nima muammo bor? Azamat Abdullayev, Fargo Parcel Service rahbari. Hozirgi kunda bizda bo'layotgan muammolardan bittasi bu kelgan talabani ish bilmasligi. Biz unga o'rgatishimiz kerak. Bu kamida 3 oy, 6 oy kasbiga qarab, hozirgi направленияsiga qarab vaqtimizni oladi. Lekin kelayotgan talaba yuqori maosh xohlayapti. Tanga o'rgatamiz. Uni oralig'ida yaxshi o'rgansa ham o'sha aytayotgan maoshingni beramiz degan fikrlarni bildirsa, ko'pchilik talabalar ishtiyoqi yo'q bunaqa narsaga, srazu katta oylik yoki men boshqa ish qidiraman degan. Maoshi ham katta so'raydi, lekin ishni ham bilmaydi. Ishni ham bilmaydi. Sarbon universitetining biznes boshqaruv yo'nalishida o'qiyotgan talabalar zamonaviy HR, marketing, sotuv, boshqaruv instrumentlari bilan qurollangan holatda korxonangizga kelsa, ularni ishga olgan bo'larmidingiz? Albatta, albatta. Biz maksimal ravishda o'z men stajyorlarga pozitiv qarayman. Stajyorlar chiqqanda qaysi otdel bo'lishidan qat'iy nazar kelinglar, o'rganinglar. Misol uchun men pul to'lamayman, lekin maksimal ravishda o'rgatishga harakat qilaman. Agar siz ham biznes boshqaruv yo'nalishida ham o'qib, ham ishlab tajriba orttirmoqchi bo'lsangiz, albatta Sarbon universitetining biznes boshqaruv yo'nalishiga o'qishga kiring. Ro'yxatdan o'tish uchun kommentga plus belgisini qoldiring.